Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Arshidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibiga əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Xitayning Xotan viloyatidagi harakati Hindistonning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Xitoy yaqinda Sharqiy Turkistonning Xotan viloyatiga qarashliq ikki yangi nahiya qurib chiqqan bo'lib, Xitoyning bu harakati Hindistonning kuchli noroziligini qo'zg'agan. Turkiya Ovoz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston Xitoy yangidan qurganligini jakarlagan Xotan viloyati qarmog'idagi ikki nahiyaning davlatning chegarasini dafsana qilganligini o'ttirga qo'ygan va Xitoyning bu qadamiga qonunsiz ishg'ol qilish deb baho bergan. Hindiston vaqt gazetining xabariga qaraganda, Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Raidher Jaiswar bayonot e'lon qilib, Sharqiy Turkistonning Xotan viloyatiga qarashliq ikki yangi nahiya qurganligini jakarlagan Xitoyga norozilik bildirgan. Yangi Dehlining Xitoyga diplomatik kanallar orqali noroziligini bildirganligiga ishorat qilgan Jaiswal, atalmish nahiyalarning bir qismining Hindistonning kontrolligidagi Ladakh rayonini o'z ichiga olganligini va buning davlat chegarasini dafsana qilganlik bo'lganligini eskartib, Hindiston Xitoyning rayondagi Hindiston zaminini qonunsiz ishg'ol qilishini hargiz qabul qilmaydi degan. Xitoy 27 dekabrda Sharqiy Turkistonning Xotan viloyati qarmog'ida Xan va Xkang ismli ikki yangi nahiya qurganligini jakarlagan edi. Himalaya tog'lari bilan qo'shilgan aniqsiz chegara liniyasi egalik huquqi talash-tortishlarga sabab bo'lmoqda. O'stan daryolar, ko'llar, muz tog'lari va qorliq cho'qqilar bor 3500 kilometrlik chegara hozirgacha taraflarni ko'p qitim o'zaro to'qinishga ilib kelgan edi. Qayd qilinishicha, Xan nahiyasi va Xkang nahiyasi deb Xitoycha nom berilib, yangidan ta'sis qilingan ikki nahiya Xotan viloyatining boshqarishida bo'ldi ekan. Aloqador o'qtirishda Xan nahiyalik hukumatning Xotan nahiyasidagi Yo'lg'un bozorga, Xkang nahiyalik hukumatning bo'lsa Guma nahiyasidagi Shaydulloh bozorga joylashadiganligi o'qtirilgan. Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib, har qaysi nahiya viloyatlarida ma'muriy rayonlarining nomini va tavalligini qalaymaqon o'zgartirish, xitoylashtirish, ko'paytirish yoki qisqartirish qatorliq qilmishlarini izchil davomlashtirib kelmoqda. Xitoyning bu harakatlari amaliyotda Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatini pardozlash, nupus qurilmasini o'zgartirish, kontrollik va nazoratni kuchaytirish qatorliq maqsadlari uchun xizmat qilmoqda. Amerika Xitoyning uchquchsiz aeroplanini cheklashni o'ylashgan. Bayden hukumati payshanba kuni davlatning bexatarlik andishasi sababidan Xitoyning uchquchsiz aeroplanining Amerikaga kirishini cheklaydigan yangi qoidani yo'lga qo'yishni o'ylashayotganligini aytgan. Amerika ovozining 3-dekabr xabar qilishicha, Amerika Savdo ministrligi bu vaqtda e'lon qilgan o'qtirishda uchquchsiz aeroplanni lohiyalash, yasash va ta'minlashga chet el dushmanlari, bo'libmi Xitoy va Rossiyaning qatnashishi Amerikaning davlat bexatarligiga o'rinsiz yoki qabul qilg'ili bo'lmaydigan xatar bo'lishi mumkin degan. O'qtirishda aytilishicha, 4-martgacha shaxsiy shirkatlarga nisbatan bu qoidaning doirasi va ta'siri haqida baho berildi ekan. Xitoy va Rossiyaning uchquchsiz aeroplaniga rasmiy cheklama qo'yilgan taqdirda qanday cheklamalarni qo'yish masalasini Trump hukumati qaror qildi ekan. Amerika Savdo ministrligi Xitoy bilan Rossiya to'r josuslik orqali Amerikaning ul aslaha va bexatarligiga ziyon yetkazish niyatini namoyon qildi. Rus bilan Xitoy o'zlarining qonuniy va siyosiy muhitidan foydalanib, shaxsiy o'rinlarni yeniga tortish orqali davlat manfaatini qo'g'lishishi mumkin degan. Bildirilishicha, uchquchsiz aeroplan havaskorlaridan boshqa Amerikadagi har qaysi kasblar tarafidan ishlatiladigan bo'lib, uchquchsiz aeroplan dehqonlarning ziroatlarini nazorat qilishi va dehqonchilik dorisi chechish, ximiyalik sanoatlashgan turba yo'lini tekshirish, ko'rik va qurilish o'rinlarini tekshirishga hamda o't o'chirish va boshqa jiddiy ahvollarga taqobil turish ishlariga yordam beradi ekan. Ammo o'tgan 10 yilda uchquchsiz aeroplan taraqqiy qilib ilg'or kamera, qubullag'ich va sun'iy idrok iqtidorini o'z ichiga olgan ilg'or texnikalar sarflangan bo'lib, dushman taraf uchun foydali qurolga aylanib qolishidan andisha qilmoqda ekan. Xitoyning Tibetda cho'ng to'sma yasash plani Hindistonni norozi qildi. Xitoy Tibetda dunyodagi eng cho'ng to'sma yasashni planlagan bo'lib, Hindiston Xitoyning harakatidan andisha qilayotganligini bildirgan.
Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston tashqi ishlar ministrligi 3 yanvar kuni Yangi Dehli Xitoyning Tibet egizligidagi Brahmaputra daryosining tuvan eqinida darajadan tashqari cho'ng suv elektr to'smasi yasash planidan andisha qilayotganligini Xitoyga bildirgan. Xinhua agentligi o'tgan yili 12 oyning oxirida dunyodagi eng cho'ng suv elektr stansiyasi to'smasini yasash turining Xitoy Kompartiyasining tasdiqidan o'tganligini xabar qilgan. Xabarda bu qurilish Xitoyning atalmish karbon cho'qqisi, karbon neytral, qo'sh karbon strategiya nishoniga hassa qo'shilganligi, bu qurilish yer shari klimat o'zgarish strategiyasi va inkosida intayin muhim ahamiyatga ega ekanligi, yerli qurilish, ashyo oboroti va qatnash va boshqa aloqador kasblarning tez taraqqiyotiga bevosita turtki bo'lib, Tibetda xizmat fursati yaratib beradiganligi va tok, suv tejash, qatnash va boshqa ul aslahalarning taraqqiy qilishiga turtki bo'ldiganligi da'vo qilgan. Bildirilishicha, Yarlung Zangbo daryosi Tibet chegarasidan iqib chiqqandan keyin Hindiston va Bengaldan o'tadi ekan. Bu daryo ayrim holda Brahmaputra daryosi va Jamuna daryosi deb ataldi ekan. Hindiston va Bengal Xitoy boshlamoqchi bo'lgan qurilish plani Brahmaputra suv elektr turining tuvanki iqimning iqimi va yo'nalishini o'zgartib, rayonlik suv jiddiychiligini og'irlashtirib o'tishidan andisha qilgan. Hindiston tashqi ishlar ministri bayonotchisi Randir Jaiswar juma kuni o'tkaziladigan qarorlik muxbirlarini kutib olish yig'inida biz Xitoydan Brahmaputra daryosining tuvan iqimidagi davlat manfaatini yuqori iqimdagi harakat sababidan ziyonga uchratmaslikka kafolat qilishni talab qilamiz degan. Reuters agentligi Jaiswalning so'zini naql keltirib xabar qilishicha, biz davomli kuzatimiz va zarur tadbirlarni qo'llanib manfaatimizni qo'g'daymiz degan. Xabar qilinishicha, Brahmaputra daryosi suv elektr turi tamomlangandan keyin yillik tok chiqarish miqdori 300 milliard kilovat soatga yetadi ekan. Yillik tok chiqarish sig'imi dunyodagi eng cho'ng Sanshiya suv elektr stansiyasining 3 hassasidan oshib ketadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2020-yili 6-oyda Hindiston bilan Xitoy askarlari o'rtasida to'qinish yuz bergan bo'lib, Osiyodagi bu ikki raqibning munosabati qattiq nacharlashgan. Ağır tipdagi zambirak va kurashchi aeroplanlarning yordamida har taraf taxminan 50 ming askarni Himolaya tog'idagi muhim nuqtalarga o'rlashtirgan. Gerçi navbatda chegara vaziyatida normallashtirish alomatlari ko'ringandek bo'lgan, ammo har ikki tarafning askarlari rayondan chekinib chiqqan bo'lsa-mu, ikki taraf munosabati ilgirgidek normallashmagan. 4 yil ilgari to'qinish yuz bergandan buyon ikki tarafning harbiy qo'mondonlari 22 qitim suhbatlashgan, ammo vaziyatda hech qanday ilgirlash bo'lmagan. Yangi hukumat qurol topshirmagan Asad askarlariga qarshi harakat boshladi. Suriyaning yangi hokimiyati Homsda Asad hokimiyatining qurol topshirmagan askarlarga qarshi harakat boshladi. Suriya xabar agentligi Sana'ning xabarida qayd qilinishicha, Suriyadagi yangi harbiy harakat qo'mondonlik organining Homs shahridagi qurollarini topshirmagan sobiq hukumat askarlariga qarshi bexatarlik harakati qo'zg'agan. Bu bexatarlikni kapolatga ega qilish harakati dastlabda Vodiy Zahab va Ikrim mahallalarida boshlangan bo'lib, keyin Abbosiya, Sabil, Zahra va Muhajirin rayonlarigacha kengaytirilgan. Yangi hukumatning qo'mondonlik organi bu joylarda Asad rejimining sobiq askarlarini tutqun qilish harakatini boshlagan. 8 dekabrda Baiz hokimiyati ag'dirilgandan keyin yangi hokimiyat umumiy kechirim e'lon qilgan va nurg'un viloyatlarda qabul qilish markazlarini ochib, sobiq hukumat askarlarining qurollarini topshirish uchun muhlat bergan. Buningdan ilgari mushuninga o'xshash harakatlar Tartus va Laziqiya viloyatlarida ilib berilgan edi. Navbatda ko'plagan davlatlar Suriyaning yangi hokimiyatini e'tirof qilayotgan bo'lib, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock bilan Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Noël Barrot Suriyaga berib, yangi hukumatning rahbari Ahmad Sha'ra Javlani bilan ko'rishgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.